Assalomu alaykum. PDP IT Akademiyasi tomonidan tashkil etilgan onlayn darslarning Spring kursi 2-modul. Bugungi darsimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan aynan Springda eng ko'p ishlatiladigan annotatsiyalar va eng muhim bo'lgan tip kaskad tiplar haqida to'xtalamiz. Bugungi darsimiz aynan shu annotatsiyalar ustidan amal bajarib, shularni mustahkamlash ustida ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi o'zi mavzumiz kaskad type, ya'ni kaskadning turlari va shu bilan birga Springdagi eng muhim annotatsiyalar. Bu annotatsiyalar juda ham aslida ko'p, faqat bizga kerak bo'lganini, eng muhim bo'lganini ko'ramiz va bu ish davomida keyinchalik ham qaysi muhim bo'lsa, shuni qo'llab ketaveramiz. Demak, rejamiz ham xuddi shunday kaskad tiplari va eng muhim annotatsiyalar ekan. Xo'p, kaskad turlari aslida 4 ta emas, 6 ta kaskad turlari bor. Bizga kerak bo'lgani persist, merge, remove va all kabi kaskad turlari kerak bo'ladi. O'zi kaskad nima? Kaskad nima ekanligini aslida mana Google Translate dan qidiradigan bo'lsak, Google Translate orqali tarjima qiladigan bo'lsak aynan o'zbek tiliga. Shuni so'zma-so'z tarjima qilganda ham kaskad deb tarjima qilinadi yoki bu yerda tarjimalarda pog'onali sharshara yoki shovva degan ma'nolar keltiryapti. Demak, umumiy holati biz kaskad so'zini shunday hazm qilishimiz kerak ekan. Aynan kaskad nima deganda biz tushunishimiz kerak bo'lgan holat ekan. Kaskad turlari 4 ta ekan. Birinchisi persist, merge, remove, all bu yerda birinchi, ikkinchi degan so'z yo'q. Aslida hozir ko'rib chiqaveramiz. Demak, persistdan boshlaymiz. Demak, bular qayerda ishlatiladi o'zi kaskad. Xo'p, kaskad qayerda ishlatiladi? Albatta biz buni proyektning ichida ochib ishlatamiz. Xo'p, proyektimiz oddiy doimiyday Intel'da ochamiz, app, xo'p, annotations and kaskad deb qo'ydik. Annotatsiyalar va kaskad haqida dedik va bu yerda versiyamizda 8 qilishni so'rayapti. Bizga kerak bo'lgan annotatsiyalar umuman dependencylarni Lombokni oldik, webdan Spring Webni oldim va kerak emas hozircha. Securityda hozircha hech narsa kerak emas. SQLda Spring Data GPA va menga kerak bo'lgani PostgreSQL oldim. Mana 4 ta menga kerak bo'lgan Lombok, Spring Web, Lombok bilan nima ish qilishni bilamiz. Spring Web umuman web uchun ishlatmoqchi bo'lsak Spring buni olishimiz shart va shu bilan birga GPA bilan ishlamoqchi bo'lsak Spring Data GPA ni olamiz va bizga kerak bo'lgan database turi bu PostgreSQL driverni oldik. Xo'p, proyektimizni ochdik. Bizga talab qilinadigan holat nima edi? O'zi kaskad turlarini ko'rish uchun keling mana bu yerda birinchi o'rinda mana bu strukturani yaxshilab ko'ra olaylik. Bizga hozircha ikkita table bilan bugungi mavzumizni bemalol ko'rib tushunib olsak bo'ladi. Bizga kerak bo'ladigan tablelar ikkita table ochamiz. Birinchisi person, ikkinchisi address degan tablelar, entitylar ochamiz. O'shalarda biz ko'radigan ishlarimizni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda men bu yoqda entity package'ini ichida person degan klass ochaman. Person degan klass men uchun bu entity hisoblanadi. All va no args konstruktor, 4 ta konstruktorni qo'yib qo'ydim. Buni bir qatorda ham yozsa bo'ladi, chunki bu yoqda hech qanaqa ahamiyat kasb etmaydi aslida. Qatorlarni o'zi ko'paytirib qoladi o'zi aslida, lekin hech qanaqa bu holatda ham tursa hech qanaqa xatolik bermaydi. Bu normal holat hisoblanadi. Xo'p, demak bizga kerak bo'lgan narsa demak ID ekan. Mana shu annotatsiyani bilamiz, biz primary key ni beradigan annotatsiya. Biz endi bundan keyin har bitta annotatsiyani vazifasini ko'ramiz va keyingi darslardan boshlab biz o'zimiz qo'limiz bilan o'zimiz aynan kodlar orqali o'zimiz annotatsiya yaratamiz. Ya'ni o'zimiz annotatsiya yozamiz. Bu annotatsiyalarni nima uchun ishlatamiz desangiz, albatta uni keyingi darslarimizda ko'rib chiqamiz. Xo'p, private integer ID menga hozircha shu yetarli. Xo'p, keyingisi private string full name, ya'niki shu personning full name'i va private menga hozir buni ko'ramiz. Demak, umuman personning faqat ID'si va full name'i yetarli. Menga hozircha mana bu kaskad turlarini ko'rishim uchun persistni ko'rmoqchiman hozircha. Kaskad type persist nima qiladi, buni qanday qo'llayman degan ma'noda. Xo'p, uning uchun menga kerak bo'lar ekan yana bitta klass address klass ekan. Address klassini ochib olaman, xuddi shunday qilib. Buni
ko'chirishning yo'li oson. Adres mana tayyor. Adreslarni endi bizga nima fildlari bo'lsangiz, adresni bag'da faqat street qo'yibmiz. Bizga ko'p field kerak emas va shu bilan birga o'zimiz qo'shimcha field qo'shaylik. City degan field qo'shamiz. Ya'ni bu qaysi shahar ekan ma'noda city ni qo'shdik va shu bilan birga bu adres qaysidir personga tegishli bo'ladi. Ana endi shu yerda e'tiborni qaratishingizni xohlardim. Umuman holatda har qanaqa adres qaysi personga tegishli bo'ladi. O'shandan boshlab ko'ramiz. Ana person klassini bu yoqqa kiritadigan bo'lsam, qo'yadigan bo'lsam, aytayaptiki, bu aynan entity bo'lgani uchun buni oddiy holatda qo'ya olmaysan deyapti. Shuning uchun persistence holatda qo'yib qo'yapti. Ya'ni bizga kerak bo'lgan turi bu one to one emas, many to one. Chunki bitta userning ko'plab manzillari bo'lishi mumkinligi nuqtai nazaridan biz aslida ko'rmoqchimiz. Shunaqa borib tasavvur qilamiz. Ya'ni bitta personda ko'plab manzillar bo'lar ekan. Xuddi shuncha ham bizda adresda personni many to one deb bo'ladi. Ya'ni ko'plab manzillar bitta personga tegishli bo'lishi mumkin degan. Xo'p, mana shu yerda endi demak biz kerak bo'lgan narsani yozamiz. Demak optional false bu nima degani? Nullable false degani. Bu ma'lumotlar omborda biz oddiy holatda nima qo'yardik? Nullable false qo'yardik. Bu yerda optional false qo'yib hozir demak personsiz adresni qo'shish imkonini oldini olyapmiz jip orqali. Xo'p, keyinchalik bizga kerak bo'ladi. Bora tasavvur ko'rib chiqamiz. Demak personga o'taman men endi. Bu yoqda field nomiga e'tibor bering. Bu yerda field nomi kichkina person. Endi kichkina shaxs yoki mana shaxs bo'lsa ham bo'ladi aslida. Faqat men o'z nomimdan qoldirishni xohladim. Va personga o'tamiz. Ana endi shuni olamiz. Bitta personning ko'plab adreslari bo'lar ekan. Bitta personning ko'plab adreslar bitta personga tegishli bo'ladi. O'sha uchun biz uni nimaga yig'amiz? Listga yig'amiz va buni person sifatida yozib olamiz. Demak, adres deb yozib olamiz bu yerda va addresses deb yozib qo'ydim. Bu ham xuddi shunday, demak bu entity bo'lgani uchun, ya'ni bu person klassimiz entity bo'lgani uchun bu yerda deyaptiki, adres degan klassni buning ichiga oddiygina qilib qo'ya olmaysan deyapti. Xuddi shunday boyagi xat narsani beryapti. Demak, bizga qo'yishimiz mumkin bo'lgan narsa, agar mana shu yoqda men 1 to 1 deydigan bo'lsam ham xatolik kelib chiqadi, chunki listga hech qachon 1 to 1 qilib bo'lmaydi. Nima bo'ladi? Many to many qo'yadigan bo'lsam, endi adres tomoniga o'tadigan bo'lsam, bu tomonda nima? Many to one. Mantiqan bir-biriga mos bo'lmadi, ya'ni ko'plab manzillar demoqchiman, bitta user personga tegishli bo'ladi deyapman. Bu tomonda esa bitta userning ko'plab manzillari, bitta manzil ko'plab userlarga, personlarga tegishli deyapman. Mantiq bo'lmaydi. Shuning uchun nima qo'yamiz bu yerda? One to many qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana shu holatda programmamiz run qiladigan bo'lsak, bizda nechta table bo'ladi? 3 ta table bo'ladi. Qanaqa tablelar? Demak, birinchisi person degan table bo'ladi. Mana ikkita field bor person table va 3 ta field bor bo'lgan, 4 ta field bor bo'lgan person address table va ikkita ustuni bo'lgan, ikkita kolumni bo'lgan person addresses degan tablelar paydo bo'ladi. Keling biz shuni ochilishini ko'ramiz. Uning uchun mana bu yoqda nimani yozamiz birinchi o'rinda? Xo'p, demak, URL yozib qo'yamiz. Spring Data Source URL GDBC PostgreSQL deymizda localhost 5032. Demak, bitta database ochamiz. App xo'p, Cascade deb qo'ydim. App Cascade. Xo'p, passwordni qo'yaman bu yoqqa. Keyin esa username ni qo'yaman. Va menga kerak bo'lgan narsa ddl mode ni qo'yaman. Menga create holati hozircha yetarli va nima query lar ketadiganini ko'rish uchun show SQL ni true qilib qo'yaman. Va hozir programmamni run beradigan bo'lsam, menda xatolik beradi, chunki app Cascade degan database menda nima qilib yaratilmagan. Xuddi shu database ni yaratib olaman. Uning uchun menga bu yerda birinchi o'rinda PostgreSQL ga ulanib olaman. PostgreSQL ga doim bu ishimiz bu. Oddiygina Postgres ga ulanib olib, Postgres parolni yozamiz bu yoqqa va Postgres ga oddiy connection qilib olamiz. Mana Postgres connection qilib oldik va bu yerda xatolik ham berdi. Mana xatolikda xuddi shunaqa bunaqa database yo'q degan ma'noda xatolik berdi. Endi biz database'imizga query'mizni yozib olamiz. Mana create
database nomini berib qo'yamiz. Bo'ldi, mana Cascade degan app Cascade degan database'imizni ochib oldik. Bu database'imizni bu yoqda endi o'zgartirib qo'yamiz. Bu yoqda qo'yib qo'ydik. Bo'ldi. Demak, database'imizni ham ulab oldik. Database ham ochib oldik. App Cascade degan. Ana endi bemalol proyektimizni run qilsak bo'ladi, ya'ni yurg'izorsak bo'ladi va bizga kerak bo'lgan tablelar ochiladi. Demak, 3 ta table ochilishini aytdik. Demak, birinchisi person, ikkinchisi address, uchinchisi person addresses degan tablelar ochilar ekan. Xuddi shunday bo'ldi, mana 3 ta table bizda ochildi. Address, person va person addresses degan table ochildi. Lekin aslida biz ikkita entity ochgan edik xolos. Nimaga hisobiga? One to many ni hisobiga ochdi, chunki bu yerda one to many bu yerda person id'si va addresses id'sini yig'adigan holatda ochib berdi. Mana bu yoqdan bemalol ko'rishimiz mumkin. Mana person addresses, bu yoqda ham person id, addresses id. Mana bu nomdan addressesni oldiga pastiqchani qo'yib o'zi table ochib oldi. Bizga bunday table kerak emas, chunki biz personda addresses degan filtrni saqlamoqchi emasmiz. Faqatgina adressda person degan filtrni saqlamoqchimiz. O'zi bu nima kerak edi bo'lmasam desangiz, buni maqsad nima ekanligini hozir Cascade tiplarini o'rganib ko'rib olamiz. Bizga kerak bo'ladigan narsa, muhim narsa mapped by. Mapped by nima qiladi? Mapped byni tushunishimiz uchun mana bu yoqda men mapped bydan keyin yozadigan narsam person yozaman. Mana person bu nimani berishini hozir ko'rasiz. Demak, xo'p, hozir men personni address degan entity bilan ulagan paytimda 3-table ochildi. Nega 3-table ochildi? Chunki personni mana bunaqa fieldi bor deb Jipam tushundi va buni o'zini tiliga o'girib va yoda DDL ga jo'natdi. Mapped by person qiladigan bo'lsam, bu nima deb tarjima qiladi? Agar mapped by person qiladigan bo'lsam, aytayaptiki, personda address degan field bo'lmaydi deyapti. Sen deyapti, addressda deyapti, person degan field bilan buni map qilasan, kuzatib yurasan deyapti. Mana bunda person degan field bor. Agar buni nomini shaxs desak, shaxs deydigan bo'lsak, bu yoqda ham nima deyishimiz kerak ekan? Shaxs deyishimiz kerak ekan. Tushunarli? Demak, mana bu nom mana bu yerda adresni ichida turgan mana person, mana bu klassimiz, bog'langan klassimizdagi o'zgaruvchi yanaki field ekan. Tushunarli? Demak, person desam, mana bu yoqda ham xuddi shunday person deyishim kerak ekan. Keling, shaxs holatida qoldiramiz va biz mana bu uchala tableni ham o'chiramiz. Nimaga o'chirishimni keyin tushuntirib beraman sizga. Mana uchala table ham o'chdi. Demak, bu yerda table yo'q. Demak, bu yerda oddiy create holatda programmamizni run qilyapmiz. Ana endi shu holatda programmani run qilsam, menda ikkita table ochilishi kerak. Birinchisi person, ikkinchisi umuman address table ochilishi kerak. Boshqa table ochilishi kerak emas. Xo'p, mana buni refresh qilaman. Mana bu yerda ham bemalol ko'rsak bo'ladi. Bu yerda xato beribdi. Xato berish kerak edi, chunki biz xato narsani yozdik-ku. O'qiydigan bo'lsak, birinchi error holatida aytayaptiki, adresni ichida deyapti. Mana bu adresni ichida shaxs degan field yo'q deyapti. Adresni ichida shaxs degan field yo'q deyapti. Mana adresni ichida shaxs degan field bormi? Yo'q. Nima degan bor? Person degan field bor. Agar biz mana bu yoqda person deb yozib programmamizni run qiladigan bo'lsak, xato bermasdan to'g'ri ishi, demak, bu nima degani umumiy holatda gaplashib tushunib olishimiz kerak. Demak, agar biz one to many holatda, demak, yoki one to one holatda mana bu yerda mapped by'ni qo'yadigan bo'lsak, mana shu mapped by qo'ygan, mana shu personimizda bunday fieldni ochmas ekan. Buni hozir one to one bilan ham ko'rsataman. Hozir one to many bilan birinchi ko'rib olsak, tushunsak yaxshiroq bo'ladi. Mana demak, ikkita table ochdi. Demak, address va person degan tablelarni ochdi. Bo'ldi, boshqa tablelar ochmadi. Mana ikkita table ochibdi. Demak, addressda person id, personda esa ikkita field. Mapped by shu ishni qilib berar ekan. Demak, alohida table ochishni oldini olar ekan va shu bo'yicha programmani kuzatishni buyruq berar ekan. Bizga kerak bo'lgan qismimiz Cascade'ning turlari. Demak, Cascade'ning turlarida biz aytdikki, 4 ta emas, 6 ta turi bor dedik. Biz birinchidan persistdan boshlab ketamiz va 4 tasini ko'rib chiqamiz. Detach va refreshlar bizga umuman hozircha kerak emas. Demak, persist nima ish qiladi? Persist, mana persist holatda qo'ydim. Demak, mana bu fetch type'larni ham hozir birgalashib yozamiz. Mana mapped by person qo'yganmiz.
Xo'p, ana endi bu yoqda o'tamiz. Bu fetch type lazy nima? Fetch type Igor va fetch type lazy avval ham gaplashib olgandik. Fetch type lazy qo'yadigan bo'lsak, hozir biz adresni ma'lum bir ID bo'yicha adresni yuklaganimizda adresni IDsini, streetni va cityni olib keladi. Boshqa hech narsani olib kelmaydi. Agar men adresning mana shu person degan fildiga tegadigan bo'lsam, keyin u databasedan mana shu idlik personni olib keladi. Demak, ungacha ma'lumotlar omboriga ortcha so'rovni jo'natmaydi. Bu lazyning imkoniyati edi. Igor qo'yadigan bo'lsak, o'zi default holatda mana fetch type qo'yadigan bo'lsam, default holatda o'zi Igor ekan. Buni yozmasak, demak doim olib kelar ekan. Bu ma'lumotlar omboriga ortiqcha so'rovni ko'paytirib yuboradi. Xo'p, bizga kerak bo'lgan narsa shu edi. Demak, ana endi buni qo'shadigan holatni qilishimiz kerak, processni ishlatishimiz kerak edi. Uning uchun bizga doimgidek nima kerak bo'ladi? Controller kerak bo'ladi. Controller, demak, person controller. Demak, biz bilamizki, hozirgi holatda agar avvalgi bilimimiz bilan olib qaraydigan bo'lsak, mana shu holatda birinchi personni saqlashimiz kerakmi, birinchi adresni saqlashimiz kerak? Birinchi holatda personni saqlashimiz kerak. Chunki adres nima deyapmiz? Optional false dedik. Demak, hech qanday yozishni bu yoqda taqiqlab qo'ydik. Mana modify call table qilib ko'rsatmoqchiman sizga. Mana ID va full name bo'ladigan bo'lsa, personda adresda nima kerak bo'lyapti? Modify table qilamiz. Mana person ID'si kerak bo'lyapti. Demak, bu adresda bizga person ID kerak ekan. Uning uchun avvalo biz personni saqlab olishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun bizga person controller kerak bo'ladi. REST controller va request mapping bo'ladi. Va biz nima qilamiz? API/person degan yo'l ochib oldik va bu yerda post mapping qo'yamiz. Public HTTP entity har qanaqa tip qaytar add person. Bu kaskadni ishlatmagan holatda, ya'ni kaskad processni ishlatmagan holatda, ya'ni kaskad processdan hech qanaqa naf olmayotgan, nafni qisqasi hech qanaqa foydalanmayotgan holatimizdagi oddiy yo'lini ko'ramiz. Demak, birinchi o'rinda men qiladigan ish personni repositoryni ochib olishim kerak. Uning uchun person repository va person repositoryni ochib olaman. Xo'p, bunda interfeys yo'q. Uning uchun menga repository package kerak bo'ladi. Repository packagening ichiga accent jpa repository va personlarni yozib oldim va integer qo'yib qo'ydim. Bo'ldi. Demak, person controllerda men person repositoryni olib oldim. Ana endi menga kelish kerak qanaqadir obyekt, person obyekti kelish kerak. Uning uchun yana nima kerak? Har doimgida payloadning ichida menga person data kerak bo'ladi. Uning uchun datani qo'yib olaman va menga person uchun kerak bo'lgan fieldlar nima ekan? Bor yo'g'i full name degan fieldi bor ekan personni. Adres degan fieldi yo'q. Chunki adresda person ID degan fieldi bor. Xo'p, string full name degan fieldni bor ekan. Xo'p, endi men mana bu request body'da xuddi shu obyektni kutib olaman va person datani kutib olaman. Va person datani olib men person saqlashim kerak. Uning uchun person then new person personning doimida set qilaman full name'iga person datoning get full name va person repositoryni .save qilaman personni berib yuborib va mana shu yerda klientga qaytaraman response entity .ok saqlandi. Oddiy holatda qaytardim. Demak, hech qanaqa bu yerda kaskadni ishlatmagan holatda qanday ishlatishimiz kerak edi. Xo'p, personni saqlab oldim. Xuddi shunaqa menda boshqa bitta controller bo'ladi. Qanaqa controller? Address controller bo'ladi. Xuddi shuni bu yoqda address repository bo'ladi va address repository degan menda interfeys bo'lishi kerak. Bu yoqda mana address repository accent qilamiz. jpa repositorydan accent qilamiz va integer bo'ldi. Xo'p,
demak bizga kerak bo'lgan narsa ana endi adres kerak ekan. Demak, hozir bu personni alohida saqlaymiz, adresni alohida saqlaymiz. Mana bu yoqda personni nima qilib oldik? Saqlab oldik. Mana personni bemalol saqlab olgan ko'rsak bo'ladi. Uning uchun biz keling programmamizni ishlatamiz va bu yoqda endi update qo'ysak ham bo'ladi. Ortiqcha tablelarni, umuman tablelarni ochish endi bizga kerak emas. Oddiy doimiy holatda. Xo'p, men bu personni saqlashim uchun menga bor yo'g'i beradigan obyektim mana bu person data. Bor yo'g'i full name bersam bo'ldi. Bu eski, ya'ni persisni ishlatmagan holatdagi yo'limiz va content type beraman men. Content type application JSON beraman. Demak, full name kelik Abrorbek deymiz. Abrorbek dedim va buni programma jo'natadigan bo'lsam, mana menga umumiy holatda hozir xatolik beribdi. Xatolikning sababini ko'raylik, nega xatolik beradi? Demak aytayaptiki, API person degan senda yo'l bor allaqachon deyapti. Chunki adres controllerni ustida ham nima qolib ketdi? Person qolib ketdi. Shuning uchun bu yoqni o'zgartirib qo'yishimiz kerak edi. API adresiga o'zgartirib qo'yishimiz. Chunki ikkita bir xil yo'l bo'ladigan bo'lsa, aynan bir xil metod. Chunki agar post metodida bo'ladigan, ikkita bir xil post metodida API person bo'ladigan bo'lsa, programma qaysiga borishini bilmasligini, xatoni oldini olish uchun run bo'layotgan paytda Java buni tekshirib chiqadi va shunda xatolik bo'lsa, programmani avtomat run qilmaydi. Xo'p, mana bo'ldi. Bu yoqda muammo yo'q. Ana endi so'rovni jo'natsak bo'ladi va bizga saqlandi degan javob qaytarildi. Mana bemalol personimizni bu yoqda ko'rsak bo'ladi. Mana personning full name'i biz bermabmiz. Demak, bu person controllerda set full name'ga personni deb biz person datani qilishimiz kerak edi. Person datani get full name'ini olishimiz kerak edi. Biz adashib personni full name'ini olibmiz. Bu yoqda buni o'chirib tashlaymiz. Va programmani qaytadan so'rov jo'natsak, mana saqlandi dedi va personimiz bizda bor. Mana Abrorbek degan ikki saqlanibdi. Xo'p, ana endi kaskadsiz ishlatgan holatda adresni saqlashimiz kerak. Alohida adresni saqlashimiz kerak. Uning uchun bizga kerak bo'lgan narsa adres data. Xuddi shuni adres data ochib olamiz. Bunga o'xshab adres data. Adres uchun kerak bo'ladigan fieldlarni bu yoqqa yozib chiqamiz. Demak, bizga adres uchun kerak bo'ladigan field 3 ta field kerak ekan. Street bo'lmasa bo'lmaydi. Uni yozmadik, hali bo'lmasa bo'lmaydi. Yozishimiz kerak bu yerda. Column nullable false va bu yoqda ham xuddi shunday column nullable false deb yozishimiz kerak edi. Hozircha mana shu 3 ta fieldni berishimiz kerak ekan bu yoqqa. Adres dataga o'tamizda 3 ta fieldni berib chiqamiz. Demak, bu yoqda ham biz oladigan paytimizda nima deymiz? Not null deymiz. Not null deymiz. Bu ishlamadi, ya'ni not null yo'q deyapti. Sababi biz buni Spring Boot Starter Validation'ni programmamizga qo'shishimiz kerak edi. Va qo'shdik. Mana Spring Boot Starter Validation'dan oldi bu narsani. Not null dedik. Shu bilan birga nima deymiz endi? Size deymiz. Minimum aytamizki 3 ta bo'lsin, maksimum deylik 50 ta bo'lsin. Xuddi shu narsani ko'chirib olamiz. Maqsad mana bu settingni ham shunaqa holatda bo'lishi. Bu yoqda ana endi biz nima person berishimiz kerak. Personni hech qachon frontenddan berib yubora olmaymiz. Faqat uning nimasini ID'sini berib yuboramiz. Uning uchun bizga kerak bo'ladigan narsa integer tipida person ID. Oddiy doimiy qilgan ishimiz. Ana endi adres controllerga o'taman va bu yoqda person emas, adres datani ochib olaman. Endi bu yoqda adres hozircha adres data dedim. Aslida adres datalarning listi kelishi mumkin menga. Adres datalarning listi kelishi mumkin. O'sha uchun nega adres datalarning listi keladi? Sababi adres data list deylik. Sababi personda nechta adres bo'lishi mumkin degandik, ko'plab manzillar bo'lishi mumkin degandik. Ko'plab manzillarni hosil qilish uchun doim bitta berishimiz kerak yoki list orqali berishimiz kerak edi. Men shuni hozircha list orqali berishni lozim topdim. Mana list orqali berib olsak bo'ladi. Xo'p, ana endi biz adres data listni for bilan aylanamiz.
va har bitta aylanganimizda nimani ochib olamiz? Bitta list address degan obyektni ochib olamiz. New address, new array. Xo'p, va har bitta aylanganimizda mana bu adresdan bitta yasab olamiz, bitta obyektni adres. Xo'p, endi nima qilamiz? Har safar aylanganimizda bitta adres yasab oldik. Uning uchun bizga endi adresni konstruktorga qarasak ham bo'ladi aslida. Bunaqa qilib id, street, city, person berishimiz kerak. id ni bermaymiz. Shuning uchun set qilib berishimiz mumkin yoki boshqa bitta konstruktor ochsak ham bo'ladi aslida. Keling, konstruktor ochaylik. Set qilib o'tirganimizdan ko'ra. Hop, mana konstruktor ochdim va street bersam bo'ladi. Street bu adres detoni ichida turibdi. Mana field holatida oldik buni. Keyingi fieldimiz nima edi? City edi. Bu ham xuddi shunday adres detoni ichidagi get city. Va keyingi fieldimiz person. Person bizda yo'q, adres ichida nima bor? Faqat adres detoni ichida get person id bor. Person id orqali doimgidek nima qilamiz? Repository orqali topib olamiz. After wired person repository. Xo'p, person repository nuqta find by id. Keling, get qilaylik hozircha. Mana find emas, get qolsa ham bo'ladi. Adres detoning ichidagi get person id. Xo'p, mana shu ish qayta sodir bo'ladi va mana bu adresingizga shu mana bu yasagan adresimizni nima qilishimiz kerak? Qo'shishimiz kerak edi. Xo'p, endi adresingizga add qilaman nimani? Kichkina mana bu adres obyektini. Va mana bu yerda adres repository nuqta save all deyman, chunki listni saqlayapman. O'sha uchun adresini berib olaman va klientga bemalol saqlandi degan xabarni qaytarsam bo'ladi. Buni o'chirishim kerak, sababi mana bu yerda nimani qo'ydim? Adresda mana bularga nullabelni qo'yib qo'ydim. Nullabelni qaytadan yozishim uchun table'imni fieldini umuman o'zgartirishim kerak, constraint'ini o'zgartirishim kerak edi. O'sha uchun bu ishni amalga oshirdik. Yaxshi, demak table'lar o'chib joyiga qaytarib run bo'ldi. Endi biz keling doimgidek birinchi o'rinda person'ni qo'shib oldik. Mana Abrorbekni qo'shib oldik, saqlandi degan xabarni bizga qaytardi. Person saqlangan ekan. Xo'p, ana endi biz xuddi shu yo'lga, ya'niki adres yo'liga biz nimani berishimiz kerak edi? Bu obyektdan ko'chiramizda bu yoqda post metodida person emas adres degan yo'lga shu xuddi shunday qilamizda faqatgina nimalar berib yuborishimiz kerak ekan? List holatida obyektlarni berib yuborishimiz kerak ekan. Mana list holatda berishimiz kerak. Sababi adres kontrollerda biz adres detalarining nimasini listini kutib olyapmiz. Xuddi shuning uchun ham bu yoqda adres detalarining listini berishimiz kerak edi.